Men Samarqandga so'nggi 7-8 yil davomida tashrif buyurib kelmoqdaman. Taxminan 2018-yildan beri. Samarqand juda tarixiy shahar bo'lib, infratuzilmasi juda yaxshi, juda ozoda, toza va hech qanday ifloslanish yo'q. Ipak yo'lda joylashganligi sababli boy tarixga ega va ochig'ini aytganda, men Samarqandda bo'lishdan mamnunman. Sizga aytganimdek, men Samarqandga 2018-yildan beri tashrif buyurib kelmoqdaman. Birinchi marta O'zbekistonga taxminan 2006-yilda kelganman. Samarqand davlat universiteti juda katta universitet bo'lib, ko'plab fakultetlarga ega. Men so'nggi 7-8 yil davomida texnologiya fakulteti bilan hamkorlikda ishlab kelyapman. Juda ko'p fakultetlar, juda ko'p talabalar, ko'plab professor o'qituvchilar va juda yaxshi infratuzilmaga ega universitet. So'nggi 5-7 yil ichida bir narsa har yili yaxshilanmoqda. Bu yerga har safar kelganimda ingliz tilida gapiruvchi odamlar soni ortib borayotganini ko'ryapman. Ayniqsa yoshlar ingliz tilida gaplashishni o'rganish yo'lida katta qadam tashlamoqda. Ammo yoshi kattaroq odamlar hali ham bu borada ortda qolmoqda. Biroq juda katta ajoyib o'zgarishlar bor. Eng yaxshi jihati shundaki, talabalar texnologiyalarni o'rganishga, tushunchalarni anglashga va hayotda katta natijalarga erishishga juda ishtiyoq bilan harakat qilmoqdalar. Bu juda yaxshi belgidir. Men ishlayotgan Ilm universiteti va Samarqand davlat universitetining kelajakdagi rejalari shundan iboratki, biz avvalo yozgi maktab tashkil qilmoqchimiz. Mening fakultet a'zolarim elektronika bo'limi, mexanika muhandislik bo'limi va mechatronika sohasida Samarqand davlat universitetiga kelib tajriba almashishadi. Ular dron texnologiyasi va dronlar orqali to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish bo'yicha bir haftalik yozgi maktab o'tkazishadi. Biz yozgi maktab tashkil qilmoqchimiz. Fakultet almashinuv dasturini yo'lga qo'yamiz. Talabalaringizga bizning universitetda amaliyot o'tash imkoniyatini beramiz va o'z talabalarimizni Samarqand davlat universitetiga yuboramiz. Bundan tashqari biz qo'shma konferensiyalar o'tkazishni, yanada ko'proq hamkorlikda konferensiyalar, qo'shma nashrlar qilmoqchimiz. Biz allaqachon hamkorlikda kitoblar yozmoqdamiz. Aqliy almashinuv juda faol kechmoqda va bu jarayon davom etadi. Shaxsiy rejalarga kelsak, men doimo o'qitish bilan shug'ullanib kelmoqdaman. O'tgan semestrda bulutli hisoblash fani talabalaringiz bilan o'rgandik. Balki kelgusi semestrda boshqa fan o'rgatarman. Doimiy aloqalar va universitetning hamdo'stligi tufayli ehtimol yana Samarqandga qaytib kelarman. And as I have had a frequent association, maybe I'll come back again to Samarkand and again.